Nima deyapti? O qo'ydi tugamasligini buni, ko'pligini qarang. Qo'ylarni kelishini qarang. Soni cheksiz ekan, ey. Buni kelishini qarang, voy. Maza qilasiz o buni ko'rib. Yonida bolalari bilan mana. Ket uzilmayapti lekin. Hali yana bor, hali anchagina. Bolasi qolib ketibdi. Bolasi qolib ketibdi, o'shancha orqaga qaytdi. Hozir yana bor. Mana bu yoqda ham. Yana bormikan yo tugadimi? Yo'q, tugal oxiri mashinalar. Oxiri o'naq, birinchiga ketadigan qo'ydilar. Nechta bor o'zi общий? 180 ta ina qo'yib bor. Bolalari bilan o'sha 200 tadan oshiq. 250-300 ta bor ekan. Bu mana bu yoqda katta bo'lgan ekan, qo'lga o'rgangan ekan. Odamdan ham qo'rqmaydi, ey. Yurishdi, qarang, yurishdi. Chiroyliligini qarang buni. Erkatoy ekan-da, va o'zi yuraverar ekan aylanib. Yemxonaga bor, yem degan yeb keluvdilar. Sayohat qilib ketganlar. Erkatoy. Hammaga assalomu alaykum, Sarovis kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Bu yerda 250 bosh qo'y boqilar ekan akalar. Sifati zo'rlar ekan haqiqiy. Qo'zilari bor ekan bu yoqda mana. 250 bosh, tasavvur qilib ko'ring. Bunchani boqish ham oson bo'lmasa kerak lekin. Bu yoqda mana qo'zilari. Yangi tug'ilgan qo'zichoqlar. Mana. Qo'rani kattaligini qarang. Bu yerda ne tolka qo'y, mol ham boqilar ekan. Kattagina qo'ra, haqiqiy ishqibozchilikka qo'yilgan ekan. Mana. Og'ilda razmeri ham katta ekan lekin. Va erkatoy. Xohlagan joylarda yuraveradilar. Mana akalar. Qo'y tugamaydi bu yerda mana. Hozir kelishini ko'rdingiz. Qo'lni qo'y bilan to'lgan mana. Hammasida bor. Bu yoqda ham mana. Ishqibozchilikka boqilar ekan akalar. Bu yerda mana somon bilan g'o'za po'choqda aralashmas ekan. Sop qo'ylar ekan. Ular dalada ham yurib to'yar ekan. Bu yerda g'o'za po'choq bilan somonni aralashmasi bor ekan. Buni ham yerkan.